Hoppa! 5-tosh ham tushdi. Hop, olapon. Hech qizim deb qo'yaqa. Ya o'yna, hali tosh bor-ku. O'zing bilasan. Adang qo'yibdilar, ma. Yonini bosib qo'y. Hop. 6-tosh ham tushdi. Yana bitta tushirsam mazang qochadi. Yana qo'yibdilar, gaplashib olaqa, zaruldir gaplari. Ber. Vo'ada. Telefonni olmayapmanmi, demak ish qilyapmanmi? Ertalab aytdim-ku, kech payt ishdan keyin og'aynim bilan ko'rishaman deb. Boraman, yosh bolaman sizga. Nechaga yuvdik? Menga qara, o'rtoq. Lan beshim. Yaxshi rahmat, o'z yaxshimisiz? Har doimda 9da. 7da borish kerakmi? Bo'l 6:59da eshigingiz tagida bo'laman. Xo'p bo'ladi, yaxshilab oling. Xo'sh, nechiga keluvdik? 7gami? Adashyapsan. Nima adashaman? 6da tushirdim-ku, 7ni tushirsam masalang hal. O'yinni to'g'ri o'ynayapsan, lekin hayotda adashyapsan, o'rtoq. Nima? Ko'cha xandon, uy zindon bo'lib qopti-da, o'g'il bola. Adang bilan xo'jayiningga qilgan muomalangni farqini qaragin, to'g'rimi shu? Gap yo'q, o'yinni yorib yuryapsan, lekin hayotda yutqazyapsan. Ehtiyot bo'l, hayot o'ynatib yormasin. O'yin tugadi, короче. Sen yutding. Tabriklayman. Aytgancha. Sen ham uyga voqliroq bor. Adila chaqirganlar uchun emas. Ertalab shepin oldiga voqli borishing kerak-ku. O'shaning uchun. Mujik.